Aka, kartam uyga qo'yib ketdi. Naqd pul bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Ana chelakni ko'ryapsanmi? O'sha chelakni ichiga tasha. Aka, gapirganda nima ovoz chiqibdi, lab qimirlamayapti? Tepada kamera bor, o'z labim qimirlasa bilib bo'ladi gapirganimni. O'laganman. Shu lab qimirlashdan uyqu oladimi deyotganimni. Qo'yil. Bir lozim pul tashib kelay. Aka, rahmat. Eshikni oching, tushib qolay. Odamlar ham kutib qoldi. To'xta, qancha tashading chelakka? 2000 tashadim. 4000 bo'lgan-ku, 4000 tasha. Naqd pul ko'tarildim. Naqd pul olib tashadi-ku. O'sha naqd pulni olib tashagandan keyin o'zimiz ko'tarib oldik. U ko'tarib tushirish o'zimizni qo'limizga qolib ketdi-ku o'zi. Keyingi oydan 5000 qilamiz. Yaxshi. Toshkent shahar transport xizmati. Qo'lga tushdingiz. Onasini ko'rsin. Lablar qimirlab ketdi-ku. Aka, dangalsini ayting. Endi nima bo'lamiz desh?